Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning yuztuvan hijiljan do'stlarindan bayon. Sizlar 4 ko'z bilan kutib atgan Bahubalining 2-bölümü oxiri yetib keldi. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, ko'zi cho'ng, kallasi to'ng bo'lgan Poliko'z qinoni bilan og'zini yummaydigan kumpisi bor kelinning birlikda bechara bolani o'lim girdoviga opirib qo'yganning hikoyasi. Hikoyamiz davomliq Bahubalining 1-bölümiga davomlashtirib so'zlandi. Agar ilgirki qismini ko'rmaganlar bo'lsa, Hanus salondan va yoki Moshid Dovindan ko'rsanglar bo'ladi. Durust. Hikoyamizga qaytib kelaylik. Bu tungilakda ko'z bor, pichoqda so'z bor xotin Hindiston podshohligining xon validasi Poliko'z xon edi. Mana bugun qo'y go'sht yeb zerikkan bu xotin o'tan kavobda pil pishiraman deb beshiga kuldonni qo'yib dag'dam qadamlar bilan ziyofatga menvatdi. Xotin laz shoydir, 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 shoydir. To'satdan bizning qahramon Bahubali ishni bir tip ichib o'zining yeshig'i tayyorlab qo'ygan kavobdansini so'rab ochqidi. Hamda g'o'dug'il qilayotgan xalqlarga Qarindoshlar, men uzun yil kavobchilik qilgan 38 xil kavob chiqarishni bilaman. Hil kavobiga ziri qasi qattiq moslashidi, ava ziri chachimas, andin dassaymiz. Bu umoq pulga o'zining surlangan go'shtlari tetib ketib, xush bo'lib ketadi. Bahubali yulg'un kavobdan gangvar kavob yaxshi deb, ko'nichi kavob berish uslubiga xotim berish uchun burunqi kavob iloyi Mehmet Burutning haykalini ko'ydirib tashlaydi. Amaliyotda Poliko'z xon musha harakatlari orqali xalq omonlik tilayotadi. Onasining xalq uchun uzun safarlarni besib, og'rib ketgan putlarni ko'rgan Bahubali, "Jafo chekdim, ona, putlaring og'rib ketgan-du" deb onasining shishib ketgan putlarini beshiga yostiq qilib yetib oladi. Mana, nima degan kuyimjon Bahubali bu? Otun kebap kılarmış dehi. Kavmi encin gıytemda. Tüfi! Ağzının ustiga ishkital kuyib ketgan to'xu pochig'ini esib olgan, chechini tavran qilib olgan, butun to'ylig'ini bo'yniga esib olgan bu Kasaya o'g'ir chiroy qiyri Bala divaning o'z dadisi, Hindiston xondanligi Meyipla jamiyatining faxriy raisi Jala diva apandim bo'lib, o'zining ham o'g'lining podshohlik taxtiga o'ltiranmaganligidan qattiq shang-shing bo'lib, aroq ichib kayfning ichiga cho'kib ketgan edi. Bahubali taxt varisi bo'lib tayinlangandan keyin Bir koy töylep köremiş dehi. Kovgamni egib. Tüfi! Bir kuni Bahubali onasidan ruxsat so'rab, yangidan yezib Bahubali qiz bola keltirish qo'llanmasiga material to'plash uchun boshqa ellarni kezib kelmoqchi bo'ladi. Balam, safarga chiqyapsa, sirtning qizlari bek yomon. Diqqat qilji-mu balam. Mahallimizda sen chachirmagan qizlar qolmadi. Ular seni hozir Bahubotqaq deydigan bo'lyapti. Unda qilaversang, bugun chatroq deb noming chiqib ketmasin. Shunga eng yaxshisi Katappani evol. Validam to'g'ri deydi shahzoda. Nima qilaman apa bu tazni? Shahzodam to'g'ri deydi valida. Saz yigitning do'sti taz yigit deb anglamaganmi? Validam to'g'ri deydi shahzoda. Bo'ladi ana. Validam davrdi shahzodam. Shig'ning bordi go'shya debdiki. Oldimizda yo'yongchi bor. Ashada to'shaq qizlar bor deydi. Shu yak bir o'tib kelmamdiq. Bako'lchakning suyi bo'ldi-ku, bir qapas ichib deyli. To'satdan suvning ustiga bir tup yovshan bo'lib ketgan jangshifillar chiqib qoladi. Voy, bu yer to'shaq so'ngrin to'lgan-ku. Bu zodini bo'lib ketdi. Anzirab ketmoq shahzodam. Bular yandan bayanning filmlarining haqsiz chiqishini saqlab yotganlar. Yana bir tarafda xon validi Bala diva bilan yangi kayfoning planini muzokaralashyotdi. Balam, ma ordining keyniga biz xandonlikning archisini sanmoqchi. O'zang beshida turib, bahoni qiqas o'stirib, not simdan birini qo'yib, o'ymilik so'tsini bir qilib baqamsa, Jeni mana, kerak emas fangchan uylaring. Kerak emas shirin so'zlaring. Dingpov kabi sening ko'zlaring. Nima desang rost, hey, ching aydi mama. Diqqatimiz davomliq Bahubalida bo'lsin. Bahu bilan Katappa ko'chada o'tgan qizlarga nomer qo'yib menvatdi. Oy, mollarning faqat tayini yo'q-ku bu yerda. Dal bu chaqda Kuntala davlatining Taxtirvon atrati bu yerga kelib qoladi. Taxtirvon ishida o'ltirgani Kuntala davlatining malikasi, go'zallikda tangdishi yo'q, hozirgacha yigit yo'q Sharvoni xon edi. Bundaq chiroyli qizning malisiga qadam tekshirib qilganligini ko'rgan qaroqchilar "Voda" desa "Voda" deyishib, malikaga qarab yuguraydi. Bu qizning o'zini jamolini ko'rgan Bahubali, "Ha, 90 nomer qo'yib Çenrinlarni yuyib Haspa menga Katappa taqdirimga yezib etdim.
Sharvonixon faqat bir soyib jamolla bo'lib qolmasdan, yana texi dangliq qilishvoz chamboshchi, yogachi, massajchi edi. Hamma sohalarda oltin medal olgan bu qiz ko'z-ko'z qilish uchun burun quloqlarga medallarni esib yuradi. Hasaki! 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 Bahubali bu qizga qarab ichidan suyunib ketdi. Ha, bu qizning chiroyidan qarsam, g'azab tayoq ko'tardigan chiroygo. Bir kunda 3 qitim ursammi ko'tardigan chiroy. Dushmanlar kayni-kaynidan bostirib keldi. Lekin Bahubalining xiyoli bu qizni qandoq urishdi qoldi. Dushmanlarni yer tishlatgan Sharvonixon Bahubali bilan Katabbani ko'rib qattiq ranjib ketdi. Chiqing nada qilishding? Men o'zim yolg'iz cho'ngluqda tanjang qilib ketdim. Birasin kelib puju qilishmiding? G'azab kim birini bilar ekansizlar-ku? Ranjiman xinim, mening bu jiyanim endi boshlang'ichni bitdagan. Sen aqli kamtuk. Hayotim men uni doya qil aketgan. Sizdek qavshular yetakchilik qilmasa, ma bola menimi kingli qiladigan chiray. Xanam menimi deyli qilib qo'ying, menimi deyli qilib qo'ying. Oldu, özümü gütey. Bu adamның ismi Jasorat bo'lib, to'y milni tejab qilish uchun o'zining navir singlisi Sharvonixonni olaman deb kus-kus maytsiga urdigan, lekin intayin qo'rqinchoq to'qipoqi bir nima edi. U Sharvonixonning oldida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun Bahubaliga qilishvozlik o'rgatayotdi. Esingda bo'lsin. Boshda jasudim birini olsa, andin mandaroq bir qilishni ilib, manda chapsa, manda chapsa. Bahubali Sharvonixonning chiroyiga qarab, o'zini bilmagan asosda birli kuchab ko'takni o'ttirdan ishga qilib dedi. Bir chet turgan Katappa gupponchilik qilib, bu to'kbining hammasini jasoratga otdi. Xalqlardan jasoratning dahshat bir chanaydigan bo'lishganligini anglab, Sharvonixon uni izlab kelib, naq maydonda ko'takni chanab berishini so'raydi. Anlasam sizni bek chanaydi deydi. Chanam siz, chananga, meni mu chananga. Bu chaqda Katappa tuyuqsiz yugurib kelib, uni to'sib oldi. "Ey hocam, ukash o'g'anda bek kuchab ketmang. Siyriqatni eshitib olasiz." Bu qismni bo'ytoq qiz o'g'illarning nijatkori bo'lgan Shiji loyiqim saloni alayda talab qildi. O maydonda Bahubali jasoratning kaynidan ekshib yuradi. U o'zining Vunengokov sanyan molidan o'rganib olgan fizikalik bilimlaridan to'liq foydalanib, jismlarning markazdan qish kuchi va yer sharining tortish kuchini inchlik bilan hisoblash orqali jasorat bilan rezonans hosil qilib, internatsionalizmlik rolni to'liq namoyon qilib, to'ng'izlarni yotqizib qo'ydi. Bugun kechki tomoq bo'ldi. Bu ishlardan gumonlanib qolgan Sharvonixon to'xtasila, kayningizdagi modelda bir xumsida qilib turdi. Sal xupsalla qivatidu deydi. Hamda Bahubaliga bir nayz berib, to'gi bilan o'shkining changashgan bolasi to'shkidan birini qo'yib berdi. To'shkining ushqandek kelayotganligini ko'rgan Bahubali intayin ustadlik bilan bir jashoy qilib, Hindistondagi ikkinchi tashqisi oladi. Bahuning qing'ir qilib o'ligini otib olishdan ansirgan Malika, ansirmang, bu Gongshanga yesab sug'urt ko'tirdi deb tasalli berdi. Bu chaqda Iroqdagi Hindiston xonadonligida Baladiva payloqchilardan Bahubalining izdirigini oladi. Hamda uning bir qizga oshiq bo'lib qolganligidan xabar topadi. Sharvonixonning rasmini ko'rgan Baladiva qattiq ranjib ketadi. "Xonadonlikni bo'l sen ol, xotinni sen ol. Men bu yerda chatroq qarab o'ltiramdim. Men opamga deymayman. Opa, men bu qizni Shiji loyiqim salonda ketib oldim. Pek chiroyliqga." Hey balam, yaxshi tanlagansa, Shiji loyiqim salonda buningdimi chiroyli qizlar bor-ku? Xanishim, odam degan chiroyli emas, fazilatga qarash kerak. U salonda neni fazilatli o'g'il qizlar bor deb angldim. "Ya opa, nimbus bo'lsa, mush qizni olaman, mushini." Chatoq yo'q balam. Sana bermay kim gap beraman? Ey yiliqi. Darhol restoranlarni qo'sh. Har bir jo'za 500 qo'ydan ishib ketmasin. Ganza yudak tayin yo'q tamoqlarni chiqamsin. Hey palonchi, bag'aqlarni bostirib, keyniga arvima qilishni unutib qolma. Erlar soat 12 da ayollar 4 kelsin. Keyniga yezib qo'y, vaqtida kelmiz tamoq tatiyveramiz deb. Hey pistanchi, ma pichoqni bilib kel. Qalni qiynab qo'ysa xunmaydi. Qag'ininglar, uylarni tozalab, pollarni surtib tayyor turinglar. Hindiston xonadonligining elchilari 40 patmisni ko'tarib, Kuntayon xonadonligiga qiz so'rab keladi. O'ylamgan yerdan Sharvonixon cho'nglarning gapiga qo'shiq silib, bu to'yga qo'shilmaydiganligini, hamda undaq hamma ishda opsining gapini anglaydigan bolalarga tegmaydiganligini aytadi. Buni anglab g'azabga kelgan Palikuzxon qo'shin boshlab o'zining qiynonligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Haqiqiy ahvoldan bexabar Bahubali bilan Katappa opsini o'zi uchun qiz so'rab elchavatdi deb o'ylab, gulqaqalari ichilib bo'lib ketadi. Dal bu paytda Hindiston xonadonligining lashkarlari Kuntayon xonadonligiga bostirib kirdi. O'z puhrolarini chin qalbidan suydigan bu odil shahzoda Bahubali bu yerdagi uqishmaslikni tugutish uchun o'z qo'li bilan o'z davlatining lashkarlarini yer bilan yaksan qilib o'tdi. Bu chaqda Jasorat o'zining vakolatchilarini yig'ib, yuqorqi qavatdagi Bovshangda Panus saloniga e'lon bermoqchi bo'lgan yangi mahsulotni tunishtirib o'tdi.
voy, ya Budurchash. Maqqiy qaz vaqtida keldingmi? Diyorchangga peyzing bormi? Erkakdek bir ish qila. O'g'il bola degan bundaq vaqtda oldingi safda bo'lish kerak. Shamshiringni olg'in hamshirim. Tutama mening otimiras shamshirimni. Bahubali o'zining uzun yildan yoqi yenidan ayrilmagan shamshirni jasoratga berdi. Hamda quyrug'ini hadi qiladi. Ve bu kalem tıraşkengo olmaqlamdım ya kalem uşamdım bunun da. Tosattan kelgen düşmanlar bunu taraftan ko'rishib oladi. Jasoratning qo'lidagi bu pichoq ajoyib sirliq pichoq bo'lib, düşmanlar kayni-kaynidan kelib bu pichoqning ustida yetib berdi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Qaysar Sharvonixon Xoviyni tanlab Chingli Bingshen qilyotdi. Bahubali bo'lsa yana kelib, "Ey jonim, bu o'ynishingiz xato. Başta Lenjov atimiz, ondan Tajov ochimiz, Taji uchrab qolsa, qo'ngni qisib qochimiz." Bu esnada Sharvonixon Bahubalining to'xtamay otgan o'qlarga qarab, uningga kuyab qoladi. Darvaqa, hech qanday bir qiz buningda kayni-kayndan atalaydigan bolalarga kuymay tura olmaydi. Yaxshi, mayoq keling, qo'saqni yig'ib maydonga ko'taramiz, tatib, bachku, mana tagdim. Shuncha kasash emasmi? Düşmanları kayni-kayndan bostırıp kelishga boshlaydi. Bahubali bilan Katobba o'z davlatidan kelgan lashkarlarning yo'l bo'yi charchab, usab ketganini ko'zda tutib, Kuntayan davlatining eng cho'ng suv qurilishini chugib tashlab, suvni quyib lashkarlarning ugi-ugilariga olib o'tdi. Bidre, osam tutganma avtosma, chiqib o'timiz deb chiqib o'tadigan shu amki. Hech qisi yo'q. Hakallab qilmang. Bu mening qilishga tegishli ishim. Gap tushunamsiz yo quloq tikirjiqmi? Tosma da'vatime tosma. Yo'q, bu o'sma emas. O'zimning qish tabiiy shundoq. Ma balık biringlar gap tushunsanlarchu. Shoyim, ranjimisizlar. Maqsadini men tushuntirib qo'yay. Bu balning demoqchi bo'lgani singlingni olma deydi. Bo'pti, singlimni bersam beray. Biroq qarsam senmi shosh bolada qilib tursa, shunga burunqi qushqashlaringni yig'ishtirib etsang bo'larmiki? Podshoning gapi tugmay turibla, Bahubalining burunqi qushqashlaridan huchur kelishga boshlaydi. Voy, hey, Nima uchurki? Opla. Obey Zeyma deydi. Opla. Nima dedingiz? O'ynamoqsiz. O'ylamabdim. Bundaq odam ekanligingizni. Undaq demang jinim. Men bu qizga fasola deb qo'ydim. Sen zodi kim? Rostingni ayt. Darg'azabga kelgan Sharvonixon yuragingga o'timni salay deb Bahubalining kiyimini kuydiribdi. Bu chog'da Bahubalining chechidan boshqa hammasi kuyib, maytsidga aniga oldirmagan markis ko'rinib qoldi. Mana ballar, bu shapaqchilar jamiyatining faxriy raisi. Fizikini qo'ngning qirg'ilmaydigan Hindiston xonadonligini ta'sirlantirgan 10 yoshning biri. Hozirgi g'azab qo'li bo'layotgan bola Bahubali. Bu gaplarni anglab, hammaylam Bahuga hurmat bildirdi. Amaliyotda Bahubaliga xon valididan uchur kelgan bo'lib, malikini tutib akilishga buyurgan edi. Bahubali Sharvonixonga o'zining onasining hargizmi xato qaror chiqarmaydiganligi, uning bu qarorida cho'qim bir o'xshmaslik borligini, biz kichik bo'lgandan keyin oldiga berib kichik fe'llik bilan kechirim so'rab qo'ysak, hamma ishga salvat bo'lib ketadiganligini aytdi. Sharvonixon Bahuning taklifiga qo'shildi. Birlikda Hindiston xonadonligiga qarab safarga chiqdi. Bahubali shunchalik kuyimjon bolaki, opsini yerda mang'uzib, xotinni do'lisida mang'uzatdi. Hey nadam Bahubali. Langmallikda dastlab chiqsa bugun do'langa, ikkini tug'ib sakrab chiqdi, at kallanga deganda anglamabsan-kanda. Bular safarga o'ngishliq chiqib oladi. Malika Sharvonixon bo'lsa, yo'l bo'yi "Ladigo" desa "Ladigo" etib, bir obdan tinchligingizdan to'lqin chiqarib, Bahubali bilan plang o'ynag'is ketdi. Bahubali bo'lsa, "Kaizokoni, oriva naru" deb Sharvonixon bilan palakning cho'qqisiga chiqdi. Mana paraxtlar ushdi. Ayron bo'lma ko'rganlaringdan, chunki bu Hindiston filmi. Ular o'ngishli qoldi Hindiston xonadonligiga kelib, xon validi bilan ko'rishdi. O'zining asli Bahubaliga emas, Baladivaga xotin bo'lganligini bilgan Sharvonixon zuvoni ichilib ketdi. Nima da'vatsiz? Xohlagancha uningdan elib buningga berdigan nasllik qala deb qoldingizmi? Menga javuldigidek bo'ldingmi? Ikki putangni bir o'tak tiqib etimi? Sizlar xatolashdinglar. Hindistonda o'tak nima ish qilsin? Hammamiz yalon oyoq yurimiz-ku. Emisi mo'misini ko'zi ko'ztivasin. Ana, uning mo'misi kichik vaqtida tugab ketibdi-ki. Maqsadga kelsak, ma xotinga men va'da berib qo'yibdim. Erkek bo'lgandan keyin va'damda turaman. Bu haqning orzulab baqqan qizi, xohlagancha urib tillaydigan onamizning haqqi yo'q-ku. Bolasining bu umrda tunji qitim o'ziga gap yontirganligini anglagan Validixon qattiq cho'chib ketdi. Fursatning pishib yetganligini bilgan Pakmaya ichitqu zavodining changjangsi Jaladiva xon validining yiniga keldi.
Ammo men chidamadim jimo'ma gapga. Demadimma kelin degancha mushunda narsa o'g'lining beshini aylantirib etdi. Ey, nomus o'zing nima qilmadi? Men bo'lsam millatli olaman yeda. Baxo, oshta qilsang bo'lamda, osonda baxtima seni, ey. Soğuq qanlıqni ömürdə qılıb baxmagan bu xotun ayajanlanıb ketib Baxu baliga ya taxtınğı tur ya xotunғы tur deb təhdid salıdı. Baxu bolsa, mana bu yenimdiki xotun mening taxtim hem mening baxtim deydi. Bu gaplarni anlagan xon valide, "Əmsi sen aş taxtыңның ustiga chiqib o'tda, men bugundan boshlab bala divani podshoh qilaman, sen sanğun bol" deydi. Hamda bala divaning taxtga o'ltirish murosimini intayin dag'dug'liq qilib bermoqchi bo'ladi.